Lug'atni shunaqa yodlab, IELTSdan 8,5 olganman. Hozir sizga 1 daqiqada shu texnikani o'rgataman. Bilasizmi, lug'at yodlash befoyda. Undan ko'ra lug'atni o'rganish kerak. Bu uchun nima qilasiz? Mana lug'at daftaringizga yozib olgan so'zlaringizga qaraysizda, 40 sekundga ko'zingizni yumasiz. Tasavvur qilasiz, qaysi holatda o'sha so'z ishlatilishi mumkin. Misol uchun susceptible so'zi, kasallikka chalinuvchan, biror narsaga ta'sirchan degani. Lekin buni shunchaki yodlaganingiz befoyda. Undan ko'ra ko'zingizni yuming va tasavvur qiling. Siz klinikadasiz, qaysidir bitta doktorning xonasiga kiryapsiz va u doktor ochkilari bilan sizni analizlaringizni qo'lida ushlab turibdi. Va u analizlarga qarab qoldida sizga aytayapti. You are susceptible to infections, that's why be careful deb aytib o'tyapti. Ya'ni sen infeksiyalarga rosa ta'sirchansan, o'zingni ehtiyot qil deb aytib o'tyapti. Va men sizga 100% kafolat beraman. Mana 30-40 sekund mana hozir men sizni vaqtingizni olib obraz yaratib berdim-ku, susceptible so'zi bilan. Endi bu so'z butun umr sizda esingizda qoladi. Shu uchun so'zlarni yodlashni bas qiling va har bitta so'zni tasavvur qilishga, aynan o'sha vaziyatga kirishga harakat qiling. Sahifamda ingliz tili va IELTSga eng oson tayyorlanish yo'llari bilan bo'lishib boraman. Hoziroq obuna bo'ling.